Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningdagi legendamizda tayyor Gentra'ni qaranglar, saloniga qanaqa mehr berib qo'yganmiz. Polni Tiffany'dan перетяжка qilindi. Eshik yapishkalaridan tortib patoloklarigacha, poliklaridan tortib sidena chexollarigacha Tiffany qilindi. Polni kojinli salon qaranglar, rombik bilan ishlov berilgan. Eshik yapishkalari ham xuddi shunaqa rombik qilib qo'yganmiz. Cho'ncha karmashkalari ham shunaqa alkantara ishlatganmiz. Patololar bilan bir xil bo'lgan qaranglar. Poliklarga ham ahamiyat beringlar. Oyoq turgan detallarigacha Tiffany qilib berdi. Malibu 2 rullarni o'rnatib berganmiz. Malibu 2 rullarni o'rnatib, Malibu 2 barlari bilan komplekt qilib, bularni ham Tiffany bilan ishlov berib, перетяжка qilib berganmiz. Bitta monitor o'rnatib berdi. Emirates brendi ostidagi Diamond monitorlarni ustunovka qilib berganmiz. Bu avtomobilimizdan salon akuprintga ham ahamiyat berib qo'yasizlar. Qaranglar, qanaqa chiqdi. Даже akuprint detallarigacha ham Tiffany bilan ishlov berilgan. Mana eshik yapishkalari, qolgan unaqa detallarni Black Piano qilib berganmiz. Ruldagi, bardagi detallarini. Mana oldi eshik yapishkalarini ham ko'rsatamiz. Idealni chiqdi. Mana shunaqa ranglarni o'zgartirish, qizuv bo'ladiganmiz, shunaqa qiziqadigan mijozlarimizda bo'lishsa, olib kelishsa, chiroyli qo'shtigini bitirib beramiz. Bu atmosferacha mashina haydab o'zida ham shunaqa maza qilardi. Juda ham bomba atmosfera beryapti. Bu nafaqat Tiffany, balki boshqa любой rangdan перетяжка qilib beramiz. Xizmatlar bo'yicha Max Tuning aloqaga chiqaverasizlar, sizlarning ham ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizlarni kuzatib boringlar, bizdan uzalashmanglar.